Navbatdagi avtomobilimiz Nexia 3 avtomobili 2019-yilda ishlab chiqarilgan, ikkinchi pozitsiya, probeglari 115 ming yurgan. Mashinamizning holatiga keladigan bo'lsak, balonlari yumshoq balonlar taqilgan 15 lik. Mashinamizga metanlar ustanovkalar qilingan. Salon holatiga keladigan bo'lsak, salonlarimiz juda akkuratli, zo'r holatda turibdi. Mana rullardan ko'rib turishlaring mumkin. Probeglari 115 ming yurgan, patologlari chizilib, hidlanib ketmagan. Mashinamizning kraskasiga keladigan bo'lsak, mana shu oldi krilosida petnochasi bor, eshigiga переход ozroq o'tgan ekan. O'zlaring uchun bemalol tekshirtirib, proverka qildirib olsalaring bo'ladi. Mashinamiz motor galobkalari ochilmagan. Tan narxlariga keladigan bo'lsak, 99 million so'm etib belgiladik. Bosh to'lovlari 19 million bilan chiqadi. Oylik to'lovlari 3 million 319 mingdan chiqadi 4 yilga. Naqd avtokreditga beriladi. Manzilimiz Prospekt, Jizzax shahri, Almas Cafe ro'parasida ofisimiz. Pastda raqamlarimizni qoldiramiz. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqishlaring mumkin. Kelib, ko'rib, baraka qilib olib ketaverasizlar.